Har xil turdagi trendiy shirinliklar chiqsa ham, baribir areshkaga yetadigani yo'q. Podvalimni bir chekkasida turgan qolipim bir ahvolda ekan. Yuvilmasdan olib qo'yilgan shekilli. Akvamarin kislorodniy отбеливателем bor, nima g'amim bor deb 2 osh qoshiq solib, ustidan shaqillab qaynab turgan suvni quyib, ana endi reaksiyaga kirishini tomosha qiling. Qolipni yengdek qilib tozalab oldim. Ko'pchilik obunachilarim tarozim yo'q, piyola yoki stakanda o'lchamlarini ko'rsating deb yozishadi. Mana sizga eng ishonchli retsept. 3 piyola un bilan shidreletta margarinni urvoq qilamiz. Ustidan yarim piyola shakar, razg'retel chimdim tuz solib aralashtiramiz. Ustidan 2 ta tuxum, bir osh qoshiq smetana solib, yumshoq xamir qoramiz. 15 minut tindirib, tingan xamirimizdan yong'oqdek dumaloqchalarni yasab olamiz. Qolipga solib, past olovda qizarguncha pishirib olamiz. Siz areshka shirinligini yoshligingizda birinchi marta kimdan o'rgangansiz? Kommentariyada yozib keting. Kremi uchun esa saryog' bilan varyo'n zgushonkani aralashtiramiz. Xohishga ko'ra ichiga yong'oq solishingiz ham mumkin. Ta'mi o'zgacha bo'ladi. Tayyorlanishi qiyindek tuyulgan, lekin juda ham oson areshkalarimiz ham tayyor. Erinmasdan albatta tayyorlab ko'ring.